Yotkanın işi kim ba? Kade! Kade! Neye basam sen Kade sen çık git. Kade, kız valını koy. Koy sen kız var koy kaynayıp gitti yap. Kade öyden çık geçsin. Akarta kapılap çıktı işlerin o kapaklarını. Yigit öyge kaytı kırsın. Kadini yoqatsam san geldim ha hem de koy. Kızvanlı koy. Yeni koy kaylandırıp koydu canım. Me. Hey me. Kızvanlı me. Qarab tur diye. Endi siz mi kapılap kettiniz mi? Bir xotiningizdan arif etgandek. Manga chiqaman. Bo'ldi, ma yatak o'yining ishi tugusin. Mana koting mehmonxona ayvon saroyiga chiqili. Sen mi mehmon bo'lamsan? Yeni bo'ldi. Do'stxonga yeydigan narsalar keltirilsin. O'tchop biydi ko'tarib keldi ya men xotdan. Men mehmon, men yeydigan. Qiz tarafning apisi do'stxonga satarning tuxum turmilini tizsin. E'lon qistirildi. Üzerinin qarindishini mi yemsa, yemay tursam, sal turib qising kavob qilib yeydiq. Yigit qo'yni qo'tanqa ech qilmassin ha. Oy. Yigit cho'nglarga qizni yaxshi ko'radiganligini ifodalasin. Bu 5 qo'y pulang bilan chaqmaq qanit, u raq bilan tutmaydi hozir, ish bo'lmaydi bunda. Emily qalbin bildasin. Bu bek udilib ketdimi ya? Lekin o demisimi hozir mushtab ketdi yaxshan. Cho'nglarmi ifoda bildirsin. Biz qiyinlab qopyap tushirana qo'lingizdan 5 qilib ketaykanmda qilib. Men sizni anmayman. Cho'nglarmi ikkisining to'y ishlariga bo'lgan ifodasini bildirsin. Naq maydonda bu to'y xidiga tam qo'yib men berib etdi. Aran turgan haqida bo'g'imib bu. Yigit qo'tanga chiqib, qo'yni rasmiy so'q qilsin. Sen baka qilmabsan ha qo'y. Qo'tang sulab qo'ysan bizni keltiribsa, yana bo'ldi. Bishbaxtlikda ishkina. Ha? Qo'shmaga bir kinolar. Mana. Çoğunlar bu toyga qo'shalmasin. Onun uy deptiri yağgan. O mashinaning ochiqchi bo'z chaqmoq.